Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Bugun sizlar bilan birgalikda achchiq osh tayyorlaymiz. Uy sharoitida o'cholada turmush o'rtog'im bilan birga tayyorlayapmiz bugun. Birinchi marta mana jizzalarimizni to'g'rab, eritib ko'tarib olamiz. Bundan chiqqan yog'imizga 2 cho'mich yog' soldim. Ko'rib turganingiz, men 1 kilo odamlayman. Oilada o'zi 6 kishimiz. Mana endi go'shtimizni suyeli joylarini solishni boshladilar. Mana ko'rib turganingiz, unga 3 ta garimdorini to'g'rab olasizlar. Piyoz bilan birgalashib, shunda achchiq bo'ladi. Mana piyozlarimiz juda chiroyli qovurilyapti. Piyozimizni qovurish jarayonimiz qorayib ketish kerak emas, to'q jigarrang bo'lishi kerak. Mana qolgan go'shtlarimizni soldik. Piyozimizni 4dan birini olib qo'yganmiz. Mana taxirini olish uchun, piyozni taxirini olish uchun mana piyozni qolganini soldik. Yana qovurishni davom etyapmiz. Mana savizlarimizni sovyaptilar. Mana savizni ham 4dan birini olib qo'yamiz. Chunki mana hozir bu achchiq oshimiz yaxshilab qovurilishi kerak, savizi o'lib ketishi kerak. Mana qolgan savizini soldik, ustidan suv quydik. Ko'rib turganingizdek, shunda bir ikkita savizlar dirkillab turadi. 2-3 ta chesnoklarni solamiz, ziravorlarimizni qilib 1 soat 40 minutga qaynatib qo'yamiz. Mana 1 soat mana savizlari o'lib pishib oldi. Go'shtlarimiz xil-xil pishdi, ko'tarib olib, endi 20 minut iliq suvda yuvilgan guruchimizni mana usti nomiga ko'mguncha guruchlarni solib mana dimlashni boshlaymiz. Mana birinchi suv yedirish jarayoni boshlandi. Har 15 minutda 3 marta aylantiramiz. Mana guruchimizni o'rtaga yig'dik. Ortiqcha suvlarini mana o'rtasini ochib qo'ysak, chiqib ketadi. Mana birpas shunaqa qaynatib, mana ustini yopib, birinchi dimlashni boshladik. 15 minut o'tdi, yana guruchimizni ikkinchi marta o'rtaga yig'ib dimlab, oshlab, mana ko'rib turganingizdek, yana 15 minutga dimladik. Mana bu endi 3-jarayoni boshlandi. Guruchlarimizni savizni aralashtirmasdan ust-ustini aylantirib mana o'rtaga tortdik. Mana endi hammasini bitta qilib solib 20 minutga dimlab qo'yamiz. Mana oshimiz tayyor, juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Hozir oshimiz pishgan payti uyda kamchilikmiz, o'shaning uchun o'zimizning milliy idishlarimizga, paxta gulli laganlarimizga suzdik. O'zi uyda hozir 3 kishi bo'lganligimiz uchun kamgina qilib suzdik. Mana oshimiz juda chiroyli chiqdi, achchiq bo'lib, yoqimli ishtaha hammanglarga. Yoqqan bo'lsa, kommentariya bilan like kutib qolaman. Men sizlarni hammanglarni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta, oila a'zolaringizga tayyorlab berasizlar degan umiddaman.